Damas labom degan shopir akalar mana metastenografiyalar ham bekilib, ko'pchilik iloji yo'q benzinda yurishibdi. Ko'pchilikda shu muammo boshida benzinda charaklab, zavod bo'lish qiyin bo'lyapti, yo'q. Kalitni o'chirgandan keyin o'chish qiyin bo'lyapti. Ko'pchilikda shu klapni kuyib qolyapti, galop gapiragilarga kuyishga ham kelyapti. Buni metanda zajigani har doim rani yuradi. Benzinda zo'r yurishi emas, zajiganida 12 kulishdan tepasini bo'shatib, mana shu holatga qo'yib qo'yish kerak. Mana hozir zajiganimiz, ya'ni trambulerda benzin holatga qo'yib qo'ydik, qozli holatga qo'yib qo'ydik. Mashina mana shu holatda yursa, umuman motorga nagruska tushmaydi, charaklashi ham umuman yo'qoladi. Damas labom degan shopir akalar mana metastenografiyalar ham bekilib, ko'pchilik iloji yo'q benzinda yurishibdi. Ko'pchilikda shu muammo boshida benzinda charaklab, zavod bo'lish qiyin bo'lyapti, yo'q. Kalitni o'chirgandan keyin o'chish qiyin bo'lyapti. Ko'pchilikda shu klapni kuyib qolyapti, galop gapiragilarga kuyishga ham kelyapti. Buni metanda zajigani har doim rani yuradi. Benzinda zo'r yurishi emas, zajiganida 12 kulishdan tepasini bo'shatib, mana shu holatga qo'yib qo'yish kerak. Mana hozir zajiganimiz, ya'ni trambulerda benzin holatga qo'yib qo'ydik, qozli holatga qo'yib qo'ydik. Mashina mana shu holatda yursa, umuman motorga nagruska tushmaydi, charaklashi ham umuman yo'qoladi.